Bizga yaqin bo'lgan insonlardan ko'ra begona insonlar bizlarni ko'proq поддержка qilishini xohlamasligiga isbotlab beraman. Asiya nomiga brend ochib, eng sifatli koreyskiy kiyimlarni O'zbekistonga jo'natdik. Jiyanimni o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'rganim uchun opam bilan kelishib, bir kunga studiya bron qildik. To'g'ri, fotograf olishga pulimiz yetmadi, lekin chiroyli rasmlar olish uchun studiya oldik. Profilga aktiv obunachilar yig'ish uchun qarindoshlarimga va menga yaqin bo'lgan insonlarga yubordim. Ko'pchiligi SMS'imni o'qib, hatto reaksiya bildirishmadi. Podpiska bo'lganlari bo'lsa, hozir O'zbekistonda onlayn magazinlar ko'p. Bekorga studiya bron qilish pul sarflab, sanlardan hech kim olmaydi degan SMS yuborishgan. Studiyani 5 soatga bron qilgandik. Yosh bola bilan ishlash qiyin bo'lgani uchun vaqtga qaramay qolamiz. Yarim soatdan o'tib ketgan. Keyin studiyani egasi o'zi pastga tushib, bonusiga besplatno yana 1 soat qo'shib berdi. Rasmlarimizni ko'rib, Asiyani maladesligini va bizning rasmlarimiz ancha-muncha fotograflarnikidan yaxshiroqligini aytdi. Bu oddiy gap-ku, siz biznesingizga nima foydasi bor deyishingiz mumkin, lekin aslida yangi biznes boshlagan odam uchun oddiy gaplar ham juda ham katta motivatsiya berishi mumkin.